Gambit qirolichasining Jokerga nima aloqasi bor? 2020-yilda suratga olingan mini serial ilk 28 kun ichida 62 milliondan ortiq oilaviy akkauntlar tomonidan tomosha qilingan bo'lib, bu uni Netflix tarixidagi eng ko'p ko'rilgan cheklangan seriallar qatoriga olib chiqdi. Biroq loyihaning ildizi 90-yillarga borishini biladiganlar juda kam. Serial Walter Tevisning xuddi shu nom ostidagi 1983-yilda chop etilgan romani asosida tasvirga olingan. 1992-yilda marhum yozuvchining ayolidan bu asarni ekranlashtirish uchun ruxsat olgan prodyuser Alan Scott uzoq yillar shu hikoyani ekranga olib chiqishga urindi. Kitob asosida to'liq metrajli film suratga olishmoqchi edi. Rejissyorlik kursini esa Kimsan Heath Ledger egallashi kerak edi. U barchamizga o'zining Joker roli bilan tanish. Bu loyiha Heath Ledgerning rejissyorlik yo'lida debyut bo'lishi mumkin edi. Bosh qahramon rolida esa u bizga muqaddima filmi bilan tanish Ellen Pageni ko'rayotgandi. Ma'lumot o'rnida yaqinda kinoaktrisa jinsini almashtirib, endi unga Elliot deb murojaat qilishlarini so'ragan. Ming afsuski 2008-yil yanvar oyida Heath Ledger olamdan ko'z yumgani bois loyiha yana unutilganicha qoldi.